Men yoshi loyiq keladigan yana ikkita qizni bilaman. Birining ismi Dunyozoda, ikkinchisiniki esa Shahrizoda. Lekin ular axir mening qizlarim-ku. Demak, qizlar bor ekanda. Menga yolg'on gapirishga jur'at qildingizmi, Azzamon? O'zing tanla. Quyosh botgunga qadar menga yangi xotin olib kelasan. Yoki o'zingni boshing tanangdan judo qilinadi. Yo'qol. Men Nima sen? Shahriyorga men rafiqa bo'laman. Nima? Aqldan ozingmi? Ertalab quyosh chiqishi bilan sen nima kutayotganingni bilib turib bunga turmushga chiqmoqchimisan? Seni o'z qo'lim bilan o'limga yuboramanmi? Shahrizoda senmisan? Huzuringizga kelgunimga qadar meni Shahrizoda deb chaqirishardi. Lekin ayni damdan boshlab men siznikiman. Meni istaganingizdek chaqirishingiz mumkin. Xo'jayini qo'lni qanday xohlasa, shunday chaqirishga haqli. Qanday qilib Qamar Azzamondek xiyonatkor odam mendan seni yashirib keldi? Otalik mehri majburiyatdan ustun keldi. Undan jahlingiz chiqmasin. Mana qarshingizda turibman. Endi men sizni itoatingizdaman. Mana shu eng muhimi. Juda qiziq. Axir ertalab quyosh chiqqanida jallod boltasi ostida o'lishingni bila turib. Qanday qilib jilmayish?